Qayerdan topsam bo'larkim? Nimadir dedingizmi aka? Klyonka salafan kerak edi, sizlarda yo'q bo'lsa kerak. Aka sizni klyonka salafanga o'rab tashlaymi? Bor deganimi bu? Ketdik. Aka mana sizni salafanlar dunyosiga olib keldim. Befarosatlar. Aka, mana bu bakalashli salafan, mana bu qora salafan, mana ustingiz qora ekan, qora kiyishni yaxshi ko'rarkansiz. Patsivet tushaveradi. Aka, mana bu bakalashli salafandan olsangiz, buni eng muhim tarafi qiyiqim-siyiqimidan bitta 0.5 bakalashgacha yasab olasiz. Shunday ko'tarib cho'la-cho'lasiz aka. Ha. Bo'ldi, bular narxi qanaqa ekan? Endi akajonim, mana unimiz 18 ming, mana unimiz 26 ming so'm. Boshqa variantlar bormi yana? Yana bor, keling. Aka juda dadingiz nozik odam ekansiz, befarosatlar. Aka, mabodo sizga mana bunaqangi tentlar kerak bo'lsa, o'zimizning milliy atlasdan yigirilgan pilla qurtni tabiiy alaqangi ipagidan bo'lgan. Xolasingiz xon taxtalarga mana gul Pilla ham boqasizlarmi sizlar? Aka, biz boqamiz. Endi menga qarang, mana bunaqangi parnibob salafanlarimiz bor, molxonalarga bobi bor. Bir qavatmi bu? Aka, buni yozsangiz 2 qavat bo'ladi. Ma'qulmi? To'xtang. Olmasangiz ham narxini. Befarosatlar. Aka, bularimiz 22 mingdan, bularimiz 18 mingdan. Narxini eshitib beradi olmasa ham. Yana boshqasini ko'rsataymi? Aka, men sizni didingizni topdim. Sizga yo aniq lilyonim kerak, yo mana bunaqangi sun'iy chim kerak hovlingizga. Topdimmi? Yo, menga salafan kerak. Prosta yaxshisini oqtarib turdim. Aka, mana yaxshilari. Bo'pti, metrini nech pul shulardi? O, akajonim, bu metr emas, kilolab sotamiz. Biz mijoz uchun ishlaymiz, ishoning. Kilolab sotasizlarmi? Nech kilo tortib beray? Bo'lmasa baklashganligini tortib bering, baklashganligi. Uni xatirlik qilmay, unisi metrga yuradi, akajon. Akalam aka salafan taklab qo'ydim. Qani, ko'rmadilarmi? Tepero desa.